Bronze 18 legenda. Bayzonada Telegram gruppada xabar berildi. 3381-78 hududlari asosiy bizga entry qilinadigan zona hisoblandi. Endi buni qaysi strategiyadan foydalanganimizni ko'rsatib beramiz. Qarang. Birinchisi trendning yo'nalishi qayerdan kelayotganligiga asosiy e'tibor qaratamiz. Ikkinchisiga e'tibor bersangiz, narx o'zidan keyin flag shakllantirmoqda. Korreksion flag deyiladi. Keyin aynan mana shu hudud 81-78 bayzona. O'rtoqlar, hali biza tasdiqsiz liniya yorilishidan oldin biza mana shu hududdan bay berishni boshladik. Tak, birinchisi bay berishimiz asosiy sababi trendning yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak. Ikkinchisi, bundan oldingi holatda SLR bormi, resistance becomes support. Bormi yoki yo'q, shuni tekshirib olishimiz kerak. Ya'ni vaqtda SLR. Undan keyin uchinchi holatda esa hammaga tanish bir 0.05 0618 optimalning trade nuqtasi bizga mana bu nuqtada entry qilishimizga sababchi bo'ldi. Keyin narx kirib bo'ldik. Kirib bo'lganimizdan keyin narxni yorib chiqqan alohida bitta sham bo'ladi. Alohida yopilgan sham tanasiga bir minimum soyasiga not qo'yganimizda 1618 narx 2.618 ga borib berishi shart zona hisoblanadi. Narx keladi 1618, 1 ga korreksiya narx 2.618 ga. Tak, o'rtoqlar, mana o'sha sizga aytib bergan struktura holati. Birinchisi trendni qaysi hududdan kelayotganligi, ikkinchisi SLR borligi, ya'ni bu yerda resistance va support hududi borligi. Aynan mana shu hudud e'tibor berishingiz bu 81 tak 78 hududiga to'g'ri keladi. Aynan mana shu protsess. Narx keladi, liniyani yorib, ana undan keyin uchiladi deb aytib berildi. Keldi, oldi. Vot, qarang. Shu yerda sham yorib yopildi. Endi Fibonacci'ni olamiz dedik. Tanadan minimum soyagacha olib kelib qo'yamiz. Mana bu 1618 aniq borib berishi shart bo'lgan zona. Bu esa 2.618 borib berish ehtimolligi, ya'ni 70, ya'ni 50% dan yuqori hisoblanadi. Va endi protsessni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 1.18 ni oldi.